Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan yeni Bayrampaşa'daki tedbir şirketimizden sizlarga Allah'ınki güzel salamı bolgan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni bergandan keyin tedbiriyay 13. sin dersimizde bizden Uygurlarning ichida eng ko'p diniy kitoblarni qalamga olgan, yezib nashr qilgan o'zi Saudiya Arabistonda turishliq Muhammad Yusuf akamizningki sizlar bu qo'lamda ko'rgan Baxt Saodatning 40 retsepi degan bunu kitobni sizlar bilan burun bu kitobni tushuntirishini o'qib o'tgandim. Bugun inshaalloh bu kitobdagi yani 40 retseptning ichidagi 36. resep bo'lgan kitap en yaxshi hamroyingiz ülpütünüz bo'lsin degan 36. resepni sizlar bilan paylaşıman. 36. resep nima ekan? Kitap sizning en yaxshi ülpütünüzge aylansın degan mazmunni maqolani sizlar bilan o'rtoqlashiman qadrli qarindoshlarım. Shunda qilib biz tadbiriyay sin darslarida dastlabki 1. darsdan 4. darsgacha bo'lgan araliqda doktor Erkin Sidiq akamizningki psixologik urushga oid mazmunlarni 5. qism kitobidan sizlar bilan o'rtoqlashgan edim. Onun keyin boshqa darslarmi o'tilib birga o'rganilib o'tdi. Bugun bo'lsa kitobga aloqador bir maqolani sizlar bilan o'rtoqlashishni o'yladim. İnşallah bu ders hammamizningki kitob bilan bo'lgan ulpatchiligimizningki texmo quyuq bo'lishiga, texmo yaxshi ilham bo'lishi uchun har bir Uyg'ur qarindoshlarimizning zaten tadbiriyay sin darslarida burunqi darslarda aytilib o'tgandek zaten 12. darsda bolalarga dinni qaysi yoshda ügetsek texmo muvaffaq bo'ladi degan mazmundagi maqoladimi bu to'g'riliq zaten 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan araliqda bolalarga ko'proq shu kitobga bo'lgan nimasini oshinoligini qo'zg'atish uchun ularning aqliy tafakkurini texmo yaxshi harakatlantirish uchun bu kitob o'qib berish kerak. Hatta 3 yoshdan tortib 7 yoshgacha bo'lgan yoki 10 yoshgacha bo'lgan araliqlarda balaga kitob o'qimasdan, ya'ni balaga kitob o'qitib nima tushunding, nima tushundirdi ekan deb shuni balalarningki tilini chiqarish va aqliy qobiliyatini texmo yuqori ko'tarish uchun kitob o'qishninki to'limi muhim ekanligini so'zlanib o'tdi qadrli qarindoshlar. Bugun Muhammad Yusuf akamizningki bu Baxt Saodatning 40 respi taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan bu yil nashr qilinib taqotilgan bu kitobdan sizlarga shu mazmunni o'rtoqlashiman. Bu kitap Stupuraxon kitobxonasida va boshqa kitobxonalarda setildi. O'zi qattiq muqobil kitap, ichidagi batlarmi ranglik nəhayət yaxşı mizanpaj deb qoyumuz. Kitobniki betçik qarindishimiz nəhayət usta ekan. Shundaq ko'rkam yaxshi loyihalabdi qadrli qarindoshlar. O'qisanglarmi xatlarimi ko'zni olmaydi. Ranglarimi nəhayət muvafiq holatda loyihalanibdi qadrli qarindoshlar. 25 lira. Bu kitobni men 20 liradan iliqliq aram 5 lira payda topaman. Şunlaşqı bu texmi köp insan kitap okusun, texmi baxt saadetlik yaşasın, bu 40 resepni bir ügensun deb Muhammad Yusuf akimiz kitapni shundoq azam bahada taqtiqliq biz dunyoning har qaysi joylariga taqitishga mas'ul bo'lib bu kitobdan akeldik. 20 tal akeldigan edik, uni tugidi, yana akelgan 20 tal kitob qo'limizda bor. Onundan başqamı yine bir yerde yeni bir kitap neşr kılınırlıq. Bu kitap köygensizler lazımlıq dini ilimler, Kur'an hadis bütünlüğü asasıda her Müslüman üçün
Lazımlık dini ilimler degan bunu kitap şu Qurban hayitdan burun nashr qilindi. Buni mo taqdim qadrli qarindoshlar. Bu 30 lira. Ondan başqa bu Qur'an-ı Kerim izahlık tercümesi degan bunu kitap Qur'an-ı Kerim'in izahlık tercümesi bu Ramazandan burun Ramazan eydin burun taqtilgan hazır mo yine 200 tal ekep koyduk qadrli qarindoshlar dünyanın her qaysi joylariga taqdimiz Türkiye'deki setilish bahası 50 lira yine kitap o'qiyli kitap bilan texmo ish quyun tash quyun bo'lgan vaqtimizda zaten Allah subhanahu taolo bizning qo'limizga kitob berganlar hamda tunji oyat iqro bilan boshlangan o'qu degan amr buyruq bilan shunlashqa biz har qanday kitobni o'qishimiz kerak, ammo uni shu Allohningki kitobi bo'lgan Qur'oni Karimning so'z kuchidan o'tkazib o'qish uchun albatta Qur'oni Karimni texmo aşina olab, iç quyun, taş quyun bo'lab, zada Allah mana nima deyapti deb tushunib o'qishga harakatga o'tishimiz kerak. Anda bo'lsa, qadrli qarindoshlar, men kitobdagi mazmunga o'tma, ekranning orqa tarafida kitob yig'liq shu bu 36 reseptninki mavzusi chiqib turdi. Men uning mazmunini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tma. Anda bo'lsa, kitapninki mezmuni şu 36. reseptninki mezmunu olan kitap sizden en yaxşı ülpütünüzge aylansın diyen makalada kulukunla şehade bolsun. Zihninla her zaman oy fikrinla Allah'ın kitabı da bolsun. Bu kitapni epey ocuğan aralıkta biraz tükelep kitipti o kadarlık qarindoshlar. Şunda qilib biz kitapni qo'limizga elib bunun mazmunini sizlar bilan tadbiriyay sin darslarining 13-sida o'rtoqlashishga tirishimiz qadrli qarindoshlar. Bu kitap unda qilsak kitapniki mazmuni mavzusi sizlarga ko'rinib turdi qadrli qarindoshlarimiz. Anda olsa men kitapni başlay. Bu kitapniki 256. beti diken bu 36. resept. Kitapның özü netçi betken desenla 308 betlik kitapken 36. resept kitap sizden en yaxşı ülpütünüzge aylansın. Yani kitap sizden en yaxşı ülpütünüzge aylansın degen mavzu. Kitap okuş ruhның gızası, aqlning açqıcı, ma'rifatning kepilidir. O'qishning fazilati ve onun şerif üçün Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tunji vahiyning o'qu degan buyruq rayi bilan boshlanganligi yetarlikdir. Donalar deydiki, kitap muvaffaqiyat ochquchi, taraqqiyot ko'riki, qorong'u dilni yoritquchi mash'al, kitap bilim xazinasi, kitap bilim bulug'i, tugumas boyliq, ma'naviy kuch, ruhi ozuq ve kanattır. Serhil kitap Adem'nin akıl parasını nurlandırdı. Maneviyetini beytüdü. Ademilik sapasını östürdü. Kişiye huşallık bağışlaydı. Kitap okuş, bilim günüş, bilimni tuluklaş, özünü mükemmelleştiriştir. Adem kitap okup dünyanı, tabiat sırlarını, kaynak ve murakkep turmuş felsefesini, fikir qilish yo'lini, chillik bilan saxtılık, yaxshilik bilan yomonlik, güzellik bilan satlikning farqini ayırıyordu. Kitap o'qib, fan texnika egilab, xizmat, ishlab chiqarish, texnika saviyasini o'stirish, jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga töhfa qo'shish asosini turg'iza oladi. Kitap o'qib,
bilimini müstehkemleyen ve küçeytkenler hayat yolunda kündün küngü kökleydi. Bugünkü medeniyet ecdatlarımızdan evlatlarga kaldırılan bilim ve tecrübelerinin cevheri. Onu egellash üçün kitap okuş gerek. Kitap kişi kalbini aynen körüstüp birdiğen eynek. Kitap okuş arkalı ruhumuz kötürülüp yaşaş irademiz küçüydü. Düşkünleşkende, içimiz puşkanda, məğlubiyetke uçurganda kitap okusak kalbimiz ümit, işenç kütülüdü, gayretimiz aşıdı. Kitap okuş, yaki okumaslık, milletinin maddi ve manevi sapasıga tesir körüstüdü. Daim kitap okup durduğalla bilen kitap okumaydıgalla oturusu da muayyen sapa farkı buludu. Kitap okuğallarının akıl buluğu içilidu. Kitap okumaydıgallарның tefekkürü katmal, fikri teyiz, çeçilangı, turaksız buludu. Özünün yetersizlikini bayqıyalmaydı. Kitap okuş okumaslık adamның psixik kurulmasıgımı tesir köstüdü. Kitap okuş kızgınlığı yuqori adamda ilgar psixik amillar köp buludu. Kitap okumaydıgalla köp nispetini egelleydigan milletning psixik kurulması da načar amillar, nadallık, qalaqlık, xurapatlık, bekinmiçilik, qaşşaqlık, doğramçılık, şöhretperestlik eğir buludu. Doktor Ayzil El-Qarni kitap okuşunun ahmiyeti doğruluk mındaq deydi. Aql okuşdan toxtab qalğınıda onun üz şumu toxtaydı. Qançilik aqlınız dünyada şundaq insanlar baki yıllarning ötüşü, yeşinin çoğu işi bilenmi, ularning aqli bir xil turdu, aşmaydı, ösmeydi. Ular bir qancha yildan keyin shu peti turdi. Çünkü ular o'qishdan to'xtash bilan ularning tafakkur qilish, mulohaza qilish ve tushunish kanalları taqilib qolganlikdan ularning aqlimi bir izda to'xtab qolgan. Mundaqlardan biri 40 yıldan beri biladigan birer ko'pilish şiir yoki birer hikmetlik so'zni takrorlab turdi. Çünkü onun shuningdan boshqa dasmoyisi yo'q. O'qish ma'rifatdir. Ma'rifat hayotlikni yo'ritib turadigan chiroqdir. Saudiya Arabistonlik islom mutafakkiri Salman Avda kitap o'qish boshqalarning aqlida elib berilgan eng ko'ngillik ve jafosiz bir sayohatdir deydi. Misallik mashhur shoir Ahmad Shavqi bir beytida mundaq degan: Ana min badal bil kitabil sahabe lem acid li ve afiye illa kitaba. Tercümesi belki hata okugan buluşum mümkün. Kitapka tegişken adem men dostlani körmedim men kitaptan özge vapadani. Kitap insaniyetinin akıl paraset gazinesinin ambiri. Kitap arkalık ademni, dünyani, özünü düşengili buludu. Bugünkü devirde bir milletinin, bir devletinin, bir ademnin kitapka tutkan pozisiyası bir vasıta ularning təqdiriga ta'sir ko'rsatdi. Qanchalik kitapga erishganligi, qandaq sifatli kitapga erishganligi, kitapga qandaq pozitsiya tutganligi, kitapdan qandaq uzuqlanganligi, kitapni qandaq nuqtai nazar bilan o'qiganligimi ham shundaq. Kitap insoniyat dunyosining aql parosati ve tarixning eng ixcham ambiri. Shundaqla o nihoyat arzon, shundaqla qulay, kichik bir maktab. Kitap o'qish haqida faylasuflarning aytganlari. Fransiyalik faylasuf Francis Bacon 1561-yildan 1626-yilgacha yashab ekan, mundaq deb yozgan ekan: Kitap kişiye xuşallık, sapa ve iktidar ata kılıdı. Kitap okuşunun lezzetini yalğız qalğanda, kitap okuş davamında yetilgen sapani paran qılğanda, kitap okuşdan keldiğen iktidarını bir işlerini bir taraf kılğanda en asan kürvağılı buludu.
Təcrübəli kişilər bəzi işlərinin inçik halqalarına toğru hüküm qılalışı yoki bir işlarni to'g'ri bir taraf qilolishi mumkin. Ammo ishlarga yetakchilik qilish, umumiy jihatdan qo'mondonlik qilish, sistemalik tarbiya ko'rgan odamlar qo'lidan keladi. Kitob o'qish odamni bilimli qiladi. Munozara odamni chechan qilsa, yeziqchilik odamga astoydillikni o'rgatadi. Agar bir odam yeziqchilikni yoqtirmasa, o nihayet küçep esli saklaş kabiliyetini aşırış gerek. Eğer bir adam kendinke münaziri katlaşsa, o fikir turgulluğundan kutulalmaydı. Eğer bir adam kitabını az okusa, hiyliger buluşka mecbur bulurdu da, bilmegen nersini bilmen dep turbalıdı. Tarih adamni çeçen kılsa, şiir adamni tasavvurga bay kılıdı. Matematika adamda to'g'riliq yeteklise, felsefe adam matematika adamni to'g'riliqqa yeteklise, felsefe adamni cho'nqur fikrga undaydi. Etika adamni durust bo'lishga undisa, logika va stilistika adamni so'zman qiladi. Qisqasi kitob o'qish adamning xosligini tavlaydi va uning psixikasidagi acizliklarni o'ngshaydi. Ba'zi kitoblarni qayta o'qish, diniy va ilmiy kitoblarni chuqur qayta astoydil o'qish zarurdir. Chunki bu xil kitoblarni bir-ikki qatim o'qib qo'yish bilan ko'zlagan foydani hosil qilg'ili bo'lmaydi. Bunda kitoblarda shariat ahkomlari yoki ilmiy haqiqatlar bayon qilinganligi uchun ko'p qatim o'qib astoydil o'rganishga va mingimizga so'ngdirishga muhtojmiz. Bu ana vatanimizda ba'zi madrasalarda muhim kitoblarni taliblarga yodga oldirib o'qitishga turtki bo'lgan sabablarning biridir. Tushunib o'qish. Dunyoda ma'nosini tushunmay o'qisimi foydasi bo'ladigan bir kitob bor. U bo'lsa Qur'oni Karimdir. Yani buni men tasdiqlamayman, lekin mazmunga sodiq holatda o'qiyman. Qur'oni Karim ma'nosini tushunib o'qib, amal qilish uchun tushirilgan muqaddas kitob. Magipi to'g'ri meni. Ammo uning ulug'ligidan, uning ma'nosini bilmasdan o'qisimi, Alloh taolo albatta savob ato qiladi. Biroq ma'nosini tushunmay o'qish bilan uni o'qishdan bo'lgan maqsad amalga oshmaydi. Qur'oni Karimdan boshqa qandoq ulug' kitob bo'lib ketsin, o'qiganga savob yo'q. Savob yo'q. Faqat amal qilganga savob beriladi. Tavrat, Injillarni, hatto Payg'ambar alayhisolamning hadislarini o'qiganga savob berish va'da qilinmagan. Faqat amal qilganga savob berish va'da qilingan. Qur'oni Karimni amal qilish uchun o'qish kerak, qadrli qarindoshlar. Amal qilmasak, yani o'quvimizning yeni beka. Kitobni tushunib o'qimaganda, uni o'qigandan nab og'ili bo'lmaydi. Bu xuddi biror filmni ko'ngil bo'lmay o'ltirib ko'rgan odamning uningdan hech narsani tushunolmaganligiga o'xshashli bir ishdir. Kitobni tanlab o'qish. Biz uchur davrida yashayapmiz. Uchur bizni har tarafdan qurshab turmoqda. Radio, televizor, internet, antina, yanfon qatorliqlarning hammasi uchur vositalari bo'lib, zamonimizda internetning xizmati alayida bo'lmoqda. Uyimizda o'tirib dunyoning har qaysi joylarida kutubxonalarni aylanib chiqish fursatiga ega bo'lib qoldik. O'qiydigan kitob, materiallar intayin ko'p. Biz ularning hammasini o'qib chiqaman desak, bu o'qib bo'lolmaymiz. Hammasini o'qish lozim emas. Shunga biz o'qiydigan kitoblarni tanlab o'qishimiz ve özümüzge faydalı bo'lganlarini o'qishimiz lozim. Musulmon odam o'zi zirek, hushyor, ishlari ratlik ve planliq bo'lishi kerak. Din uchun, millat uchun, vatan uchun ve insoniyat uchun faydalı bo'lgan kitoblarni o'qish ve ularni tashviq qilish kerak. Ziyonli kitoblarni bo'libmi islom aqidasiga, islomiy go'zal axloq, fazilat o'lchimiga zid keladigan kitoblarni o'qimaslik lozim. Uyg'urlar azaldan kitobxumar xalqdir. Biz Uyg'urlar azaldan kitobni ulug'laydigan,
ve kitap o'qishni yaxshi ko'radigan xalq. O'tmishlarda kitaplarni bosadigan basmaxonalar bo'lmaganlikdan kitaplarni maxsus putukchilar qimmat pulga ko'chirib chiqadi ekan. Bizning Uyg'ur diyorimizda bo'lsa, kitap intayin qis bo'lganlikdan putukchilar biror kitapni ko'chirib berish uchun kitap cho'ngroq bo'lsa, biror kala, agar kitapning hajmi kichikroq bo'lsa, biror qo'y oladi ekanmish. Ahvol shundoq bo'lsa-mu, har qanday bir Uyg'ur uyda kitob saqlashni muhim bir an'ana deb to'niganlikdan kitob o'qishni biladigan va bilmaydigan har kim uyning tursida kitob saqlaydi ekan. Savodi borlar bu kitoblarni o'zlari o'qiydi ekan. Savodi yo'qlari o'qishni biladiganlarga o'qitadi ekan. Biror savodsiz Uyg'urning uyiga biror olim yoki hech bo'lmaganda kitob o'qishni biladigan biror mehmon kelib qolganda uyidagi kitobni chiqarib, uni o'qitib, butun oila a'zolari tinchaydi ekan. Bu yaxshi odat Uyg'urlarda hozirmi davom qilmoqda. Qadrli qarindoshlar, tadbir yaysin derslarida Baxt Saadetning 40 respi degan Muhammed Yusuf akimizningki Teklemakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan bu kitobning 36 respi bo'lgan Kitap sizning eng yaxshi ulpitingizga aylansin degan resipni o'qiyotimiz qadrli qarindoshlar. Uyg'urlarning kitobni suydiganligining yana bir dalili shuki, Uyg'ur xalqi Alloh taolaning kalomi bo'lgan Qur'on Karimni bakmi ulug'laydi. Her qanday Uyg'urning uyidan yo'q deganda biror nusxadan Qur'oni Karim chiqmay qolmaydi. Qur'on o'qishni bilmaydigan kishilar uni uyining egiz yerida saqlaydi. Her qatim uni qo'liga olganida tahorat bilan ikki qo'llab siliq oladi. O'q bo'lib yana ikki qo'llab hurmat bilan o'z joyiga elib qo'ydi. Uyg'urlar Qur'onni qattiq hurmat qilganlikdan uni ko'ksining yuqorisida tutib o'qiydi. Uni hargizmi yerda qo'ymaydi. Qur'onni tinchiganda jim o'tirib, hurmatdan beshini egib turib tinchaydi. Qadrli qarindoshlar, yerda qistirib qo'ydigan bir masala, ya'ni Qur'oni Karimni tahorat olmay o'qisimi bo'ladi, lekin tahorat elib o'qigan yaxshi. Bu to'g'riliq Qur'oni Karimdagi oyatlarni bo'yicha dalillangan fatvolar bor qarindoshlar, shuni qarasangiz bo'ladi. Kitap so'q qilish Uyg'ur xalqining isil an'anasidir. Uyg'urlar azaldan Türkiy xalqlar ichida eng madaniyatlik bir xalq bo'lgan. Ularda har xil sovg'alar bo'lgan bo'lsa-mu, bularning ichida kitob so'q qilish odati eng taqdirlashga arziydigan an'analarning biri edi. Mana bu Uyg'urlarning kitobni qadrlaydiganligining bir dalilidir. Kitobni qadrlash madaniyalikning ifodasidir. Ulug' danishmand bobimiz Mahmud Kashgari Türk tillar divanini yezib bo'lib, o'z davridagi islom dunyosining xalifasi Abul Qasim Abdullah Muqtadi bi amrillohga sovuq qilganligini kitobning 5ida tantana bilan jakalagan. Qadimgi davrda sharq dunyosida kitob yezib, shohlarga, baglarga taqdim qilish, hatto kitobni baglarning nomida atash xili umumlashgan ekan. Öz davridagi ma'rifatli podshohlar mol dunyoga nisbatan yanada ma'naviy sovg'at kitobni aziz biladigan. Chunki kitob mangulik yodikor bo'lib qoladi. Uyg'urlarning kitob taqdim qilish odatini amaliy harakati bilan eng yuksak pallaga yetkazgan olim Yusuf Xos Hojib o'zining bir umr to'plagan ilg'or bilim jug'lanmalarini 18 oylik mehnatlik emgak orqali qog'oz yuziga tushirib, uni Qutatqu bilik deb atab, o'z davridagi qarxoniylarning hukmdori Hasan Bug'roxonga sovg'a qilgan edi. Bu ikki olim boshlab bergan kitob sovg'a qilish an'anasi keyingi avlodlarga meros qilib, necha minglagan esil kitoblarning borliqqa kelishiga ma'naviy turtki va ulgu bo'lgan. Tarixi Rashidining avtori Mirza Muhammad Haydar Kurogan kitobini Saudiya xalqining shu davrdagi xoni Sultan Abdurashid Xonning nomida yozib, onunğa taqdim qilgan. Elshir Navoiy
özünün xeli köp əsərlərini Hüseyin Mirza Sahib Qiranның namida yazıb, onunğa təqdim qılğan. Abdurrahman Cami özünün Baharistan namlıq kitabını Sultan Sahib Qiran Hüseyin Bayqaranın namida yazıb, onunğa təqdim qılğan ekan. Yar Muhammed Tahir Tuğluqның Qaida Yusullarımız namlıq kitabından qısqartıb elindi. Qashqar Uyğur Nəşriyatı nəşr qılğan ekan. Kitapni hatta özünün balısıdınmı aziz bilgen Uyghur xalqi kitap yazışını məngülü qimmetlik əməl deb qaragan. Biriga birer kitapni sovg'a qilishning üzülmez savoblıq iş, sadiqi cariye qilganlik ekanligini yaxshi tushungan. Xalqimiz kitap sovg'a qilishdan ibaret bu isil xislatni özünün milli ve dini an'anasiga aylandırgan. Bu isil an'anani davamlashtirish hazırki evlatlarının baş tartıp alınmaydıgan burcudur. Kadirli kırındaşlarım, yani Muhammed Yusuf Akimizninki Bəxt Saadetninki 40 Rispi degan bunu kitabıdın kitap sizning en yaxshi ülpütünüzge aylansın degan mazmunni bu tadbiriyay sindarislarninki 13. kısmıda sizler bilen ortaklaştık kadirli kırındaşlar. Yani kitap okuşka alakadar nurgulluğan ekliye sözle battı kadirli kırındaşlar. Ben hazır onunla yaxşı bir kitapni sizlerge yeni bir tanıştırıp ütey. Ali İzzet Begoviç, Ali İzzet Begoviç'ninki şerh bilen G'arb arlıqida İslam degan bunun kitap qadirli qarindoshlar. Bu kitapninki yazgıcısı Ali İzzet Begoviç'nin qisqacha tercümalini bir o'qib o'tib o'tay. Abdur Ali İzzet Begoviç to'g'risida Alica Ali İzzet Begoviç 1925 yılı Bosniyada dunyoga kelgan. Sarajevoda başlangıç mektebini tugatgandan keyin 1944 yılı to'liq o'tirib bitirgan. Qonun, san'at va tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim tarbiya ko'rgan. Dokladlarni berish, asar yozish orqali islomiy harakatda aktiv rol o'ynagan. O'ziga o'xshash yosh do'stlar bilan birlikda butun islom dunyosini tema qilgan, bas munozirlarga, suhbatlarga ishtirok qilgan. İslami faaliyetler bilen şug'ullangan El-Hidoya tashkilotining yoshlar tarmoqi bo'lgan yosh musulmonlar tashkiloti sepida ko'rsatgan faoliyatlari sababidan 1949 yılı hakim mutlaqchilik tuzumidagi Yugoslaviya doiralari tarafidan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qadirli qarindoshlar. Ondan başka bu kitapninki kiriş söz to'g'risida G'arb İslamının danışman mutafakkuri degan mush Ali İzzet Begoviç to'g'riliq yozilgan bir maqola varken shuni o'qib o'tib bugungi tadbirga sindarisini tugutimiz qadirli qarindoshlar. Yani bu kitap bularma g'arb dunyosida yashayotgan, yani vatanimizda oliy maktabda o'qigan ziyoli qarindoshlarga men qattiq tavsiya qiladigan bir kitap. G'arb islomining danishman mutafakkuri Ali İzzet Begoviç davrimiz yetishtirgan nodir mutafakkurlarning biri. Onun sharq va g'arbning madaniyat aloqaliklari to'g'risida elib borgan selishtirmalarda namoyon qilgan iqtidorining xalqaro diplomatiya sohasidami yeni ve roşan ufuklarını içip bergüdek seviyede ekanligini tushunishimiz uchun Bosniya Hersegovinada hemmimiz şahit bo'lgan tragediyaning meydonga kelishi kerak edi. Bu urushda cho'nqur axloqiy va ma'naviy yiltizlardan uzuqlanib kelayotgan ziyolilarimizning barliq insoniy va ulug' qimmat qarashlarining inkor qilinishga qarshi elib borgan kurashlariga dunyo yana bir qatim şahit bo'ldi. Bu kurash baştan ahir estetik ve ahlaki sizimden ayrılıp kalmadı. Himayesiz balalar ve yaşangan kişiler çepilavatkan, kızlar ve ayarlar basqınçlığa uçuravatkan, maddi mevcudiyeti, tarihi ve medeni kimlikleri bilen katliamdan ötküzülgen Bosniya Müslümanlarının rehberi
Ali İzzet Begoviç teki bütünley hayvanlaşıp ketmegen dünyanın vicdanını, ahlakı sizimçallıkını hareketki keltirişinin yolunu tanladı. O her zaman bir yüzü Hristiyan, yana bir yüzü paniyetçil, yani dindin taşkırı hakimiyet düzümünü yaklaydıgan, Avrupa kıtasının kindikede yaşaş hukukudan mehrum kılıngan Müslüman Bosniyaliklerinin zahmelengen gururlarının, yaralangan vicdanlarının azaplık sadasını bayan kıldı. Nemişkin 15. əsrinin ahirki çarikide Endulus, İspaniya ta 3 milyon Müslümanını katliam kılgan Avrupa 20. əsrinin ahirki çarikide Bosniyani ikinci bir Endulus'a aylandırış üçün allaqaçan karar kılıp bolgan idi. Şerif bilen Garip arlıqıda İslam namlıq bu kitabının kiriş sözü üçün bir nerseni yazganda bu kımmetlik eserinin dünya medeniyeti ve tefekkürü hazinesiga qo'shgan yangi va ma'nilik mirosları to'g'risida to'xtalish kerak bo'ladi. Men buni nihoyat yaxshi bilaman. Nemishqigin tarixda yagona ulga ekanligi shubhalik bo'lgan modern kulturning yanida yoq dal o'ttirisida insoniyat va tarix bo'yicha ulug'lanib kelgan barliq qimmat qarashlar qurbon qilinayotganda boshqa narsani yozg'ili bo'lmaydi. Kanunga mecburi şekilde itaat kılgan ve batıl kanunlarını kat'i kabul kılmagan Ali İzzet Begoviç, yarım əsrге yakın ateist ve materyalist bir siyaset zomigerliki çirtip etken topraklarda ölümüdün kim Allah'ın yeryüzünü tirildirişige okşaş fikirleri bilen etrafdakilerini küzetken ve Mesih ötken. Bu əsrinin başlarında Hindi yer miqtasida Muhammed İqbal Şərq İslamının çonqur ve şiiri bir nəfəsi bo'lgan bo'lsa, onunla oxşaş əsrinin ahirlərində Ali İzzet Begoviç mu G'arb İslamının məsihası buluşqa namzat danışman bir şəxsdir. Ali Bulaç degan adam yezib diken qadirli qarindoshlar. Bu kitobninki ichidagi mezmunlar munderece Abdur Ali İzzet Begoviç to'g'risida, kirish so'z to'g'risida muqaddima ziddiyatda jadbilen. Birinci kısım G'arb ideyasining asoslari. Birinci bab tadrijiy taraqqiyot ve yaratish. Darwin ve Michael Engolo original idealizm, canlılıklar dünyasının dualizmi, gumanizminin ma'nisi. İkinci bab kültür ve medeniyet, kural ve itiqad, hayatının iki menbaçilik refleksi, texniki ma'rifi ve klassik ma'rif, avam kültürü, yazı ve şehir, işçiler sınıfı, din ve inkılap, insana karşı terakkiyatla, tiyatrının ümitsizliği, nihilizm. Üçüncü bab sanat hadisesi, sanat ve bilim, sanat ve din, sanat ve ateizm, sanatın konkret dünyası, sanatkar ve sanat eseri, uslub ve ünüm, sanat ve tenkit. Dördüncü bab ahlak, mesuliyet ve menfaat, niyet ve amel, çeniqtirish ve terbiye, ahlak ve insan aklı, pen ve pen ehli yoki kantinin iki tenkidi. Ahlak ve din, ammi menfaat ve ahlak, ilahsız ahlak. Beşinci bab kültür ve tarih, İptidai gumanizm, sanat ve tarih, ahlak ve tarih, sanatkar ve tecrübe. Altıncı bab drama ve utopiya. G'ayibi cemiyet, utopiya ve ahlak, itaat kılgıçılar ve isyankarlar, cemiyet ve cemaat, kişilik karakter ve ictimai şahs, utopiya ve aile. İkinci kısım İslam qo'sh qutupluq birlik. 7. bab Musa, İsa, Muhammed. Nuqul din, Hazreti İsa'ni qabul qilish ve rad qilish. 8. bab İslam ve din, tabiatga moyil din, İslam ve hayat. 9. bab Kanunning islomiy mohiyati. Kanunning ikki amili, jazo ve ijtimoiy himoya. 10. bab Nuqul din ve nuqul materyalizm mevcut emas.
Fikirler ve hakikat, Hz. İsa ve Hristiyanlık, Marks ve Marksizm, nikah, iki xil hurapatlık. 11. bab, İslam'ın sırtındaki 3. yol, Anglo-Sakson dünyası, tarihi yarışış ve ictimai demokratiya, teslimiyet. Hədərli qeyrindaşlar, yani bu kitap, yani şərh bilen garip arlıqıda Ali İzzet Begoviç'nin bu kitabı Uygur Tercüme Merkezi tərəfindən tercümeye uğurlaştırılgan. Bunu Adilcan Er Uygur diyen qeyrindaşımız tercüme qılğan qədərli qeyrindaşlar. Demek kitaplarını okugan vaktimizde texmo yaşavatqan muhitimiz, etrafımız doğruluk, kainat doğruluk, insanlar doğruluk, üzümüz doğruluk, yani barlıq nəslər doğruluk, texmo yaxşı çonqur bilimlərə erişib texmo bəxtlik yaşıqlı buludu deməkçi qədərli qeyrindaşlar. Anda olsa bugünkü tədbir yay isim dərsimizdeki kitap sizden en yaxşı ülpütünüzge aylansın diyen bu makalını okuğandan keyin ben yeni bir yaxşı kitaptan birini sizlerge tunuşturup ettim qədərli qeyrindaşlar. İnşallah yeni bir dersimizde sizler bilen görüşküçe aman bulunla. Allah'ın özüge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan Abdülaziz Beştoğrak Tedbir Şirketi Tedbir Yay isim derslerinden selam.